Znaklar, ya'ni yo'l belgilarini o'rnatish tartibi bizda mavjud emas. Kim xohlasa yo'l belgilarini qo'yib olishi mumkin. Ya'ni bunga hech qanday cheklov mavjud emas. Mana shu holatda Adliya vazirligi zo'r taklif ishlab chiqilgan edi. Ya'ni 2023-yilda yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunga Adliya vazirligi taklif bergan edi. Ya'ni qonun loyihasi tayyorlagan edi. Unga ko'ra, ya'ni tahlil qilinganlarga ko'ra, demak, mamlakatimizda 200 mingga yaqin yo'l belgilariga ehtiyoj bor edi. Shuningdek, taqiqlovchi yo'l belgilariga nisbatan demak 20 kun oldin aholini xabardor qilish majburiyati yuklatilayotgan edi. Va mana shu yo'l belgilarining barchasi reyestrga yuritilib, demak onlayn ravishda ko'rish imkoniyati yaratilishi shartligi belgilab qo'yilayotgan edi. Ya'ni bu taklifda bor edi. Demak, ko'chada ko'rib qolgan yo'l belgimni men demak bu haqiqatan qonunga asosan o'rnatilganmi, yo'qmi degan menda tekshirib ko'rish imkoniyati mavjud edi. Demak, Adliya vazirligi mana shu taklifni bergan edi. Biroq mana shu qonun qabul qilinganda, demak, ushbu qonun normasi nimagadir tushib qolgan, ya'ni qabul qilinmagan. Bugungi kundagi amaldagi qonunda mavjud emas bu takliflar. Demak, mas'ullardan shuni so'rab qolamizki, mana shunday taqiqlovchi, ya'ni inson manfaatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi yo'l belgilarini o'rnatishda albatta nizom yoki tartib ishlab chiqilishi kerak va mana shu tartibga asosan keyinchalik yo'l belgilari o'rnatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman. Demak, mana shunday tahliliy ma'lumotlarni bilan tanishib borish uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.